Xitoy xalqaro jamiyatning bisimiga taqobil turish uchun G'ulja va Oqsu qatorliq joylardagi bir qism yig'ilish lagerlarini yangidan maktabga aylantirmoqda. Qozog'iston Otyurt Fidoi yoshlar tashkilotining oshkorlashicha, To'qissaroy noyasidagi bir yig'ilish lageri 16 noyabr o'tir maktabga aylantirilgan. Tutqunlar bo'lsa boshlarga xalta kiydirilib, boshqa lagerlarga yo'tkab ketilgan. Aytilishicha, ilgari bu maktab lagerga aylantirilganda atrofi 7-8 metrlik tomdan qo'rshalgan bo'lib, tom ustiga tikanlik sima o'rnashtirilgan. Har 2 metrga birdan kamera o'rnashtirilgan bo'lib, eshik oldida to'liq qurollangan kishilar postib turgan. Hozir bo'lsa bular o'zgarishga boshlagan. Doirlar ochiq-oshkora holda xalqarodan tekshirishga esa qanday javob berishni tashviq qilishga boshlagan. 10 dekabr Dunyo kishilik huquq kunida Xitoyning Sharqiy Turkistondagi zulm va bostirishlar turli shaklda o'tirib qo'yildi. Sharqiy Turkiston vakillari bugun Shveysariyaning Janva shahrida chaqirilgan 70-navbatlik BDT kishilik huquq yig'iniga taklif bilan qatnashib, Sharqiy Turkiston masalasini kun tartibga ilib kelmoqda. İstanbul'da bo'lsa, Turkiya kadrlar uyushmasi Sharqiy Turkiston haqida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Shuning bilan birga, Avstraliyadagi Uyg'urlar Dunyo kishilik huquq kuni munosabati bilan 9 dekabr Melburndagi parlament binosi oldida namoyish o'tkazdi. Avstraliyada ziyorati bo'layotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Aysa va amrolari 6 va 7 dekabr kunlari adliyatda bir qator uchrashuvlarda bo'ldi. Ular Federatsiya parlament a'zosi Toni Zapyani ziyorat qilib, Uyg'urlar duch kelayotgan krizislar haqida fikr almashtirdi. Ve shundaqla adliyatdagi Uyg'ur jamoatchiligi bilan bir qator suhbat va yig'inlarni o'tkazdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Huawei shirkatining bosh moliya amaldorining qo'lga ilinish voqeasi haqida Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchisi Branstadni Tashqi ishlar ministrligiga chaqirdi. Ministerlikning bayonotida aytilishicha, Xitoyning muavin tashqi ishlar ministri Li Yuchong Amerikadan xatolikni tuzitib, Ming Wanzhong haqida qo'lga ilish buyrug'ini amaldan qoldirishni talab qildi. Germaniyada yashayotgan gumishxonliklardan tashkillangan bir hay'at Sharqiy Turkiston uchur markazini ziyorat qildi. Sharqiy Turkiston uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi ularni kutib olib, Sharqiy Turkistonning vaziyatini tunishtirdi. Ular Abdujalil apandining so'zlarini anglagandan keyin dunyoning Sharqiy Turkistondagi buncha zulmga sukut qilayotganligini aytdi va shundaqla o'zlarining har vaqt Sharqiy Turkiston da'vosini qo'llaydiganligini bildirdi.